Ertaga yurtimizning ayrim joylarida yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Ertaga 4 va 5, 6 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 0 daraja sovuq, kunduz kuni 3-8 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ertalab ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kuni 6-11 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda ertalab yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 0,5 daraja iliq, kunduz kuni 10-15 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga tuman tushishi kutilmoqda. Kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kuni 8-13 darajalik bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik qorga aylanishi kutilmoqda.